Oliy ta'sislar kengashi raisi Bekzod Akmalovich Mamatxunovga ma'muriyat bilan so'z bermoqchiman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bugungi kunda hurmatli prezidentimizni mamlakatimizda tadbirkorlarga yaratib berilgan sharoitlarini namunasi va izhorida bilaman. Men albatta mana shu BNB Holding qo'lidan kelgancha hamisha mana shu xalqimizni xizmat qilishga tayyor, iqtisodiyotni rivojlantirish, investitsiya jalb qilish, eksport potensialini oshirish, hozirgi kundagi yangi yo'nalishimiz turizm sohasida ham o'z xizmatlarimizni davom ettiramiz. Xalqaro jahon standartlariga mos keladigan mana shu xizmatlarni amalga oshirishda milliy brend sifatida men o'ylayman Zafaron xalqimizga namuna bo'lib xizmat qiladi.